Svish kasalligi o'zi nima bu? Svish kasalligi orqa teshikning yonidan qo'shimcha teshikcha paydo bo'ladi va u yerdan yiringli oqmalar, ajralmalar kelib turishi bilan belgi beradi. Bu qanday kelib chiqadi? Ya'ni parapraktit, oldingi videolarimizda parapraktit haqida aytganmiz. O'sha parapraktitni o'z vaqtida davolamaslik yoki parapraktitdagi yiringni qisqa kesmalar yordamida ajratib, ildizini olmagan holatda svish kasalligiga aylanadi yoki surunkali parapraktit ham deyiladi. Shu uchun svish kasalligi. Svish kasalligini davolash qanday bo'ladi? Svish kasalligini ham xuddi parapraktitga o'xshab, faqat operativ yo'l orqali davolanadi. Hech qanday maz, svecha, tuyani o'rkachi, tikanni bir narsasi, asalarini, uyasi yoki mumi foydasi yo'q. Surganingizdan hech qanday ma'ni yo'q. Mendan 15 marta telefon qilib so'rasangiz ham baribir operatsiya qilinadi. Hech qanaqa dori bilan davolab bo'lmaydi. Shuning uchun bo'ldi qiling, qayta mendan dori bilan davolaylik deyishni imkoni bo'lganda edi, albatta aytgan bo'lar edik. Bizni kuzatishda davom eting. Svish kasalligining operatsiyasi haqida keyingi videomizda to'liqroq ma'lumot beramiz. Qanday usullarda operatsiyalar olib borish mumkinligi haqida. Siz bilan proktolog, flebolog Fayzulloyev Shermuhammad Sheraliyevich.